Bugun nimagadir bizni qishlog'imizda hamma yoqda mana bunaqangi g'aroyib narsalar paydo bo'lyapti. Men ketdim yana izlab ko'ring, yana qayerlarda bor ekan. Mana shu uyning ichida ham bormi ekan bilmadim. Ha, bizda ham uyimizda bor. Qo'shni eshitdingizmi? Qishloqda g'alati narsalar bo'layotgan ekan. Ha, eshitdim, ko'rdim ham. Nima qilamiz endi? Bilmadim, tozalab tashlash kerak bu narsalarni. Lekin qanday tozalaymiz? Juda ham qo'rqinchli narsalar. Bilmadim, Jo'xaga aytamizmi? Ha, Jo'xaga aytish kerak. Men ketdim, Jo'xani topib kelaman. Ertalab bo'lib ketibdi. Turib tezroq ish qilish kerak, harakat qilish kerak. Uxlab yota olmasdan sasib, quyosh hali chiqmabdi-ku. Men quyoshdan ham oldin turib ketyapman. Nima bunaqangi shosharman, o'zim ham bilmadim. Nima ish qilardim bugun? Nima ishim bor o'zi qishloqda? Menimcha hech qanaqa ish yo'q, lekin buncha erta turib olyapman. Vobbo. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va men inventarimda bu qanaqa narsa bu? Nima qilyapti? Tushunmadim. Nima? What the nima narsa bu? Yo'q, tushunmadim. Sizlar tushundinglarmi nimaligini buni? Men inventarimga qanday kelib qoldi, men tushunmadim. Xullas, hozir aniqlashtiramiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rsanglar tushunib olasizlar va kanalga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Bu ko'chaga chiqarib tashay g'alati narsa ekan. O'yinchoqmi, qo'g'irchoqmi nimadir ekan, bilmadim. Tak, what the bu yerda ham o'shanaqa narsa nima qilyapti? Uyimda buncha narsa ish qilib, mana kalatimda ham yo'qmi? Bu yerda yo'q ekan, yaxshi. Tak, yana qayerlarda bunaqa narsa bor? Tak, kim meni uyimga bu narsalar qo'yib ketgani men hayronman. Nima qilishadi meni uyimga bunaqa narsa qo'yib ketib hayronman. Xo'sh, tak, qishloqlar, to'xta. Bu yerda ham. Demak, qishloqlar, voy qishloqi, menga qara. Menga qara deyapman. Oy, menga qara. Hozir dabtur zo'r joyga keldi. Sen nimani ko'ryapsan? Mana polizingda ikkita qurt urishyapti. Bo'ldi, urush tugadi. Nima gap? Короче, anayoqlarda keyin uyimning ichida ham bunaqangi narsa chiqib qoldi. Bu nima ekan? Kim qo'yganini bilmaysanmi? Yo, hamma joyda to'lib ketgan qishloq ichida. Seni men izlab yurgandim mana shu narsa uchun. Seriozna? Da, seriozli, tezroq borib berdi oldiga. Bo'pti, hozir boraman, lekin polizimdagi ishlar qilib olay. Qurtlar qayerga urishyapti? Qayerga urishyapti? Nima menga ko'rinmayapti? Balki ular suvdost turishayotgandir. Yo'q, suvdost yo'q. Balki oktagon liga tashkillashtirib qayerdadir o'sha yoqda jang qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin ko'rinmayapti. Mayli, polizni yig'ishtirib olaylik. U oktagon ligalar bilan ishimiz yo'q. Chunki biz o'zimiz shaxsiy ishimiz bilan shug'ullanganmiz. Ma'quliyat, ana narsani aniqlash kerak. Janob mer chaqirtirgan janob Merdiyoniga borsam hozir nima ish buyuradi? Men hayronman. O'sha narsani aniqlashimiz kerak. Hozir esa ishimni qilib olishim kerak avval. Endi bu yerga mana bu narsalar ekanmiz. Aytgancha jigarlik, короче, asosiy kanalimizda Jo'xa 75 kanalda 20 mingta obunachiga erishdik. Bu uchun sizlarga albatta kattakon rahmat deb qolaman, chunki albatta bu sizlarni nima edi? Короче, sizlar tufayli bo'ldi. Endigi navbat 50 ming obunachi to'plashga. Bunga men sizlar yordaminglar kerak. Albatta tezroq obuna bo'lsanglar, 1-mart sanasigacha 50 ming obunachi qilib tashlayman. Biz birgalikda qilib tashlaymiz. O'shanga tez obunani bosib tashlayringlar. Men esa videoni bosib chiqaraveraman. Tabriklayman, Jo'xa, 20 ming obunachi bo'libsan. Rahmat, sen ham bu buyur 20 ming. Lekin menda YouTube kanal yo'q-da. Kanal ochunda Qaytib ochay. o'rganib kelib keyin ochib. Polizdagi hosillarni uyimga solib chiqay, keyin esa ana bu narsalarga oydinlik kiritishni boshlayman, nimaligini bilishni boshlayman. Albatta bu kerak emas. Bu narsalarni ham qo'yamiz. Ketdim endi janob Merdiyoniga. Tez boraman-da aytib ko'raman bu narsalarni. Berdik bitta bor ekan. Shu narsalarni yig'ishtirib olsam hech kim indamasmikan? Shuni olib boraydi janob Merdiyoniga. O'zi jetel aytdi-ku, janob Mer aytdi, sen yig'ishtirib chiqar ekansan deb. Mana ularga o'zi как раз zo'r ideya bo'libdi, qaranglar. Polizini qushlardan himoyalab turadi. Juda ham qo'rqinchli. Yarmi odam suyak. Mana bu yerda ichak chavog'i, yomon narsalar. Voy jetel, menga qara, men uni kim qo'yib ketdi? Bilmadim, shuni biz ham izlayapmiz. Qishloqda hamma joyga qo'yib tashlagan. To'g'ri aytsan, nima desam ham to'g'ri. Qayerda bor ekan yana? Menimcha boshqa hech qayerda yo'q bo'lsa, mana uyga ham qo'yib ketibdi. Voy jetel, uyingga mana bu narsani o'zing qo'yib qo'ydingmi? Yo'q, kimdir qo'yib ketibdi deb senga hamma aytyapti-ku, men bir gapga tushunmaysanmi? Tushundim. Короче, bu narsalarni o'zim yig'ishtirib chiqaman, hech kim indamaydi menga. Indamasa kerak, bilmasam. Indamasa kerak, men ham o'zim ham bilmasam. Mayli, hozir janob Merdiyoniga avval bir borib kelaydi, avval merga aytishim kerak, shu narsalarni shuna qilyapman deb.
merda uyni oldiga ham kimdir bitta shunaqa qo'yib ketibdi bu yoqlarda. O, ana yoqda ham bitta bor ekan. Rostdan qishloqda hamma yoq to'lib ketgan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Kecha oxamiz kakraslik kerak bo'lib turuvding. Nima gap, nima chaqirtirdingiz? Ya'ni chaqirtirmagan bo'lsangiz ham-ku o'zim keldim-ku, atak chaqirtirgan ekansiz. Nima problema? Nima bo'lyapti? Короче, так, qishloqda g'alati narsalar paydo bo'lyapti. Mana o'sha g'alati narsa, mana shundan narsa paydo bo'lib qolyapti hamma yoqda, ko'ryapman. Mana shu narsalarni yo'qotib chiqish kerak. Yo'qotishga yo'qotaman deb buni kim qo'yib ketyapti? Men shuni tushunmayapman. Unga hech kim tushunmayapti. Buni yo'qotib chiqsam, keyin yana paydo bo'lib qolaversa nima qilaman? Qarang, nechta qo'yib ketgan, bir xil hamma narsa, hammasi. Bu odamni yarmi odam suyaklari, qarochi odam tana a'zosida bu. Ko'rib turibman o'zim ham, aytmasang ham. Nima qilamiz? Hozir olib chiqaman, mayli olib chiqish men uchun problema emas, lekin keyin yana qo'yib chiqsa, keyin nima ular? Yana olib chiqasan. Nima sizga men sizga nima har bir narsani har bitta qarochi qulizmanmi nima? Iloji qilmasang bo'lmaydi. Qishloqda ichida bir g'alati narsalar turishi g'alati. G'alati narsalar turishi g'alati. Mayli unda men yig'ishtirib chiqaman, lekin yana to'xtangda bitta taklifda sizga. O'sha qo'yib chiqayotgan odamni qanaqa jazolaymiz? U yomon narsa qilyapti-ku. Menimcha uni qamasak kerak. Qamoq jazosi bo'lmaydi. Unda pul to'latamiz, jarima beramiz. U jarima ham bo'lmaydi. Buni o'ziga qarang, hamma pulni sarflaganda puli qolmagan bo'lsa kerak. Unda o'ylab ko'rish kerak. Menda bitta variant bor. Qanaqa variant? O'lim jazosiga hukm qilish kerak. Ketayimsa hamma duch kelganni o'ldirib ketaversak, odam qolmaydi-ku. Endi может jitel emasdir, может birorta bo'ri qo'yib ketayotgandir, yo'lbars, sher deganda yovvoyi narsa qo'yib ketayotgandir. Unda o'ldirsak bo'ladi, to'g'ri, lekin unda menga ruxsat bering, men o'sha qo'yib ketayotganni qo'ygan joyiga qo'yib turib, basharasiga miltiq bilan bitta urib o'ldirib, ikkinchi marta u ishni qilmayotgan qilib qo'yaman. Unda ruxsat senga mayli. Lekin o'ldirib qo'yma. Siz jinnimisiz? Men o'ldiraman deyapman-ku, o'ldirib qo'yma deysiz. Uraman deyapsanmi debman-da men. Yo'q, o'ldiraman. Bo'pti, bor unda tezroq yig'ishtirib chiq, qishloq ichi tozalansin. Bo'pti, hozir juna, o'sha borib siras tozalashni boshlayman. Qayerlarda bor ekan bu tomonlarda? What the qishloqni boshiga o'rmonni ichiga ham qo'yib ketganmi? Shunaqa joylarda ham qo'yib ketadim. Voy, dahshat ko'p qo'yilgan. Yana qayerlarda bor ekan? Ana eski binoni oldidagini birinchi borib olaylik. Tak. Mana shu yerda turibdi ekan. Mana shuni olamiz hozir. Tak, olib ketsak, oldik, bo'ldi, всё. Yana qayerda bor? Qayerda bor? Bu yerlarda yo'q. Adashmasam bitta joyda ko'rgandim, lekin uni oldim aytgancha. Bu men yerda bitta ko'rgandim, oldim-ku uni. Qayerda bor ekan? Uyimni oldidagini oldim. Mana bu yerda bitta ko'rgandim. Jitelda uyini oldida adashmasam o'sha yoqdagini ham olsak ham mana ko'rgandim desam ishonmaysizlar. Ko'ryapsizlarmi? Ishoninglar, men ko'rgandim, 100% ko'rgandim. Yana qayerlarda bor? Mana bu tomonlarda yo'qmikan? Qishloqni hamma joyini aylanib chiqib shu narsadan yig'ishtirib olib chiqishim kerak. Keyin nima qilaman bular? Yo'q, o'ramanmi? Yeb o'ramanmi? Yo titib o'ramanmi? Nimadir qilish kerak-da. Mana bu yerda turibdi. Ko'pincha polizlarning oldiga, uylarning oldiga qo'yib ketgan. Nima kamerasi bormichi? Jitel mana bunaqa narsa yo'qmi qayerlardadir? Meni uyimning yonida bor. Uying yonidan bo'pti, hozir uying. Mana uying yoni. Mana shu yerdan olib ketamiz buni. Tak, yana qayerda bor ekan? Mana shu yerda ham bo'ladi, buni qaranglar. Turgan joyini qaranglar. Oho, o'rmonning ichini ham endi tozalab chiqishim kerak. Yo'q, o'rmon ichi kirmayman. Qishloqni ichini tozala deb buyurdi janob mer. Bu yerlarda boshqa ko'rmayapti shekilli. Yo'q, ko'rinyapti. Sizlarga ko'rinyaptimi? Lekin men ko'rinayotgan yo'q, atak. Nima qilsak bo'ladi? Mana mashinani ichiga ham qo'yib ketmaganmish qilib, mashina bu kafega tegishli mashina, ochib ko'raylik, hech nima qilmaydi. Egasi biz gapirmasa kerak. Ya'ni ichida yo'q ekan, yaxshi yo'q qo'yamiz paka. Kafening ichida yo'qmi? Yo'q, kafeda yo'q. Kafega qo'yib keta olmaydi, duxi yetmaydi, chunki kafening egasi qattiq qo'l, jahldor odam. Bu yerlarni ham ko'rish kerak. Bu yerda ko'rdim, bu yerdan olgandim, esimdan chiqib ketdi. Bu yerda yo'q, bu yerda. Demak, menimcha tugadi-yu, chunki o'sha hamma joynikini olib bo'ldim. Qayerdadir qolib ketgan bo'lsa ham, bitta ikkita qolib ketgandir, lekin menimcha umuman qolgan yo'q. Ana endi buni janob merga aytishim kerak, hammasini olib bo'ldim deb. Xo'sh, janob mer. Qarochi qishloq tozalab chiqdim. Yaxshi qilibsan. Endi qolganini ham hal qilib. Nimani hal qilay? Top kim qo'yayotganini?
Xo'p, lekin kim qo'yyapti ekan? Qayerdan topaman endi? Qayerdan topishim mumkin? Bilmasam stop. Mana topdim. Voy, yaramas, basharangga yo'g'im, tuz tasqara. Buni qaranglar qilib yurgan ishini. To'xtanglar, hozir yana qayergadir qo'ydi. Voy, basharalaringga yo'qqina. Ikki yo'g'imni ikki basharangga qo'yaman, sen tupoy. Ketyapti, yana qo'yadi shekilli. Olib chiqay hammasini izdan. Bo'lmasa bu to'ldirib tashlaydi qishloqda atrof. Qani, qayerga ketdi? Mana ekan. Voy, yaramas, yetel, nima qilyapsan? Menga tegma. Nimaga buni qo'yib chiqayapsan? Odamlar odam anatomiyasini o'rganish kerak. Odamlar odam anatomiyasini o'rganib nima qiladi? Shifokor bo'lishadi. Shifokor? Men ketib yana qo'yib chiqaman. Qo'yma, bo'ldi, ey. To'xta dedim. To'xtamay-chi, to'xta, qurolimni olay hozir. To'xtamasang to'xtataman men seni to'xtavoydi. Hozir shoshmay tur. Ketib qolma, faqat ketib qoladigan bo'lsang atak. Ketkazib yuborishim mumkin. Tushundingmi? Ketkazib yuborishim mumkin. Hozir ko'radi mendan. Yaramas, qayerga ketdi ekan? Mana ekan. Voy, to'xta, yaramas. To'xta deyapman senga. Hoy. To'xta deyapman. Ey, to'xta, nima to'xtamaysan? To'xta, qayerga ketdi mana? To'xta deyapman. To'xta, yaramas, to'xta. To'xta, hozir mendan ko'rasan. Yo, o'lasan ekan. U mana yaramas. O'ldiraman. Men o'ldirmay qo'ymayman. Men bu yerda yashayotgan odam bo'lmasam. Men jitlar ayab o'tirmayman. Galim-palim bilan qo'rqmayman, misol uchun. Karoshda galimlar bilan hazlashib ko'ring bir. Oy, galim, menga qara. Sen mening kuching yetmay bilasanmi? Ketvordi. Ha, rostdan ham kuchi yetmaydi desangiz, shuning uchun ketdi. Men ham ketdim, mana mening ham kuchim yetmaydi. Ketdim, bo'pti, sog'mi? Demak hech kimning kuchi yetmaydi. Sen rostdan kuching Yo, mashinani ko'tarmoqchimisan? Menga kuching yetmayotgan, mashinaga qayerdan kuching yetadi? Tentaymisan sen bir. O kuchli mashinani ko'tar, bir qo'lli bilan ko'tarmoqchi bo'lyapsanmi? Ikki qo'lingga tugul boshingga ham ko'tara olmaysan, bu og'ir narsa. Sen gapirgan befoy baribir sen gapirishni bilmaysan, to'g'rimi? Tiling yo'q-ku sen. Yo, bormi? Qilib tilingni ko'rsat, tilingni o'ynayapsanmi? O'ynaymiz-da. Ha, o'ynayda, qo'lingni ko'tar. Ha, o'yna, molodis. Nima? Mashina ko'tara olmaysan deyapman. Belingni sindirib qo'ysan, tentak. Yo, sen gapga kirmasa ekansan. Bo'pti, mayli, o'zing bilasan, mashq qil, kuchaysan. Oktagon ligaga jang so'rasang, senga jang berib pul ishlaysan. Men esa nima tutchakka kirib qolyapman. Uxlashim kerak, uxlamasam, bugun mana bu narsalar nima qilsam ekan? Buni eksponat qilib uyimga saqlab qo'yaman. Keyin esa bolalarim, nevaralarim ko'rsataman, yoshligimda shunaqa narsalar bo'lgan vaqtimizda. Keyin men ularni o'ldirib chiqqanman deyman. Yo, mazza bo'ladi. Uxlash kerak, tamom. Uxlaymiz.